Doim ochig'ini va realniy bo'lgan ma'lumotni beraman. Hech qanday talofatlarsiz o'sha funksiya menga qo'pol qilib aytganda 31 million so'mlik foyda olib keldi desam adashmagan bo'laman. Bugun biz oson ekotizimidan foydalanayotgan dorixonaga tashrif buyurdik. Dorixona egasi bilan suhbatlashamiz. Nima sababdan aynan oson yechimlarni tanlagani va ular kundalik ish faoliyatini qanday yengillashtirayotgani haqida bilib olamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Dorixonangiz haqida qisqacha gapirib bera olasizmi? Hop, bizning dorixonamiz 2008-yil tashkil topgan ta'sischi tomonidan va men farmatsevtika faoliyatiga va bu dorixonaga 2010-yilda kirib kelganman. Hozirgi kunga qadar qariyb 16 yildan beri mana shu dorixonada farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanaman. Dorixona rivojlana boshlaganda oldingizda qanaqa vazifalar va qanaqa muammolar bo'lgan edi? Juda ham o'rinli savol. Kechagidek esimda 2010-yil men Toshkent shahrida gigant dorixonalarni ko'rib havas qilardim yoshligimdan. Ularni eng asosiy tizim bu yerda dorixonada avtomatlashtirish. Juda ham mana shu avtomatlashtirishni xohlardim. Dorixonaga kirib kelgandan so'ng bu yerda endi viloyatlarda biz bilamiz 2010-yillar dorixonani avtomatlashtirish degan tushunchani o'zi yo'q edi. Va o'sha sohaga kirib kelishim bilanoq eng birinchi qaratgan ishim shu dorixonani avtomatlashtirish, ya'ni pilot rejimida kompyuterlar bilan, kerakli jihozlar bilan ta'minlash. Mana shu narsaga juda qattiq kirishganman. Eng birinchi vazifam mana shu bo'lgan va o'shani uddalaganman 2010-yil. Avvallari ish jarayonlari qanday tashkil etilgan edi? Osondan oldin. Ha, oson apteka dasturidan oldin. Agar tarixni boyaga dorixona faoliyatiga kirib kelishni aytadigan bo'lsangiz, eng birinchi 2010-yilda men dasturiy ta'minotni aytadigan bo'lsam, TS apteka degan, adashmasam Ukrainani dasturiy ta'minot edi, o'sha farmatsevtikaga oid. O'sha dastur bilan boshlaganman. U payti umuman dasturiy ta'minotlar, raqobat unaqa narsa yo'q edi. Bitta ikkita bo'lardi, uni ham texnik qo'llab-quvvatlash, bunaqa tushunchalar bo'lmagan u paytlari. O'sha TS degan dasturiy ta'minot bilan faoliyatimni boshlaganman va 5 yilga qadar mana shu TS dasturidan foydalanganman. Nima uchun hozirgacha shu dasturdan foydalanmadingiz? Bilasizmi, TS dasturi o'sha vaqtdagi imkoniyatlarga mos edi. Keyinchalik bu dasturni ishlatishim bilan birgalikda o'sha qonunchilikka mos o'zgarishlar texnik qo'llab-quvvatlash tomonidan qilib berilmagan, yaratib berilmagan va bu dastur hozirgi kunda yo'q bo'lib ketgan, O'zbekistonda ishlamaydi. O'sha davrda endi bu oddiy kirim-chiqim faqatgina mana shu va hisob-kitob, reviziya asosan mana shu qulayligi uchun foydalanganman. Keyinchalik yillar o'tdi, o'zgarishlar ko'paydi. Shundan keyin boshqa dasturlarni qidirishga tushdim. Ya'ni menga noqulay tarafi texnik qo'llab-quvvatlash yo'q va menga kerakli bo'lgan sharoitlar yaratib berilmagan. Siz TS dan keyin qanday dasturga o'tdingiz? TS dasturidan so'ng, xo'sh, 2016-yil edi, aniq esimda. 1S dasturiga o'tdim. 1S dasturida taxminan 2 yillar ishladim. U dastur ham meni talablarimga unchalik ham javob bera olmadi. Bu endi men o'zimni o'sha dorixonani boshqarish salohiyatimdan kelib chiqib, shaxsiy xulosam. Bir qanaqadir dasturni yomonlash yoki bir mag'zava ag'darish emas, meni shaxsiy ideologiyamga to'g'ri kelmadi bu dastur. O'shaning uchun 2 yillar ishlatdim. Keyin shunday qilib 3-dasturga o'tdim. 3-dastur bu 2018-yillar o'tdim adashmasam. FOM dasturi. FOM dasturi ham juda ham yaxshi edi. O'sha payti eng zamonaviy bo'lgan dasturlar edi. FOM dasturidan foydalandim, qariyb 3 yil foydalandim. Juda ham yaxshi ishlatdim. Undan keyin 2021-yil oson apteka dasturiga o'tdim. Oldingi dasturlarimni ishlatganimda juda ham ko'p noqulayliklar. Qaysi ma'noda? Buni o'sha farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanayotganlar biladi. Men uchun moliyaviy tarafi birinchidan. U oldingi dasturlarda har bir xizmatlar alohida paketlar va bu paketlar o'z navbatida pulli edi. Ya'ni har bir xizmat uchun alohida tariflar. Keyinchalik oson apteka haqida men bildim va test rejimida ishlatib ko'rdim. Men oldingi dasturlarimda pulli
yoqtirgan paketlarim, ya'ni men xohlagan talablarni hammasi alohida tarif va alohida pul edi oldingi dasturlarda. Keyin oson apteka dasturini test rejimida ishlatib ko'rsam, men xohlagan funksiyalarni barchasi bitta paketni ichida, ya'ni bitta tarifda mujassam. Har bitta oldin darabotka qildirib, bu dasturni o'zimga kerak bo'lgan funksiyani yoqtirishim alohida pul edi. Lekin men xohlagan hamma funksiya oson aptekada mavjud va bularning hammasi eng zo'r tarafi bitta tarifni ichida bo'ldi. Oyiga 150 ming so'm va dorixona uchun kerak bo'lgan barcha hisobotlar deysizmi, umuman hamma funksiyalar bitta dasturning ichida va bitta tarifning ichida mujassam. Bilasizmi, emotsiya qanaqa bo'lgan bu test qilib ko'rganimda? Bilmadim, men buni hozircha so'z bilan ta'riflab bera olmayman. Buni ishlatgan odamlar, hozir meni tomosha qilib turgan, dasturdan foydalanayotgan, hamma imkoniyatlarni tushungan odam meni hozir 100% tushunadi. Lekin dasturni ishlatmagan odam buni bilmadim qanaqa qabul qiladi, lekin men mana shu O'zbekistonda hozir farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanayotganlarni mana shu dasturni bitta test rejimida ishlatib ko'rishini tavsiya qilaman. Farhod aka, oson kassa dasturidan foydalanyapsiz? Xuddi shunday. Oson kassa dasturidagi qaysi funksiyalardan foydalanasiz va qay darajada sizga moliyaviy taraflama foyda olib keldi? To'g'risi bu savolni kutgandim berishingizni. Bilasizmi, bu suhbatimizning eng asosiy savoli desam ham mubolag'a bo'lmaydi. Sababi bu narsani aytishim kerak. O'zbekistonda hozirgi kunda 26-yil sharoitiga olib qarasak, farmatsevtika faoliyatidagi dasturiy ta'minotlarni hozirgi kungacha hech qaysi onlayn emas, oson aptekadan boshqa dasturlar. Menga eng yoqqan, qo'pol qilib aytganda men sevgan funksiya bu dasturni, ya'ni oson apteka dasturini onlayn ekanligidadir. Bu narsa bilasizmi? Ikkinchi savolingizga ham bog'lab javob berib ketaman. Onlayn ekanligi bu men ko'pincha xorij mamlakatlarida sayohatda bo'laman, xizmat ishlari bilan sayohatda bo'laman. Mana shu davrda aptekani, oson apteka dasturi orqali aptekani yer yuzini istalgan nuqtasidan turib, smartfon orqali hisobotlarni o'z vaqtida ko'rib borish, xodimlarni boshqarish, dorixona ochilib yopilishini nazorat qilish, filialdagi savdo hajmini kuzatib borish, umuman yangi kirim qilinayotgan dorilarni kuzatib borish. Bilasizmi, onlayn ekanligi, umumiy qilib aytganda, dasturning onlayn ekanligi menga juda ham katta vaqtni tejashimga va o'z navbatida moliyaviy foyda ko'rishimga sabab bo'lyapti ushbu dastur. Ilgari oldingi dasturlarda qachonki o'sha sayohatdan 10 kun deysizmi, 15 kun deysizmi, qaytgandan keyin o'sha o'tgan vaqt, o'tgan davr mobaynida aptekada, dorixonadagi o'zgarishlarni kelib kompyuterda kuzatish mumkin, hisobotlarni ko'rish. Hozir esa bilasizmi, yer yuzini xohlagan joydan turib, dorixonada bo'layotgan jarayonni qisqa muddat ichida kuzatib borishingiz mumkin. Dasturning eng go'zal tarafi ham meni fikrimcha mana shunda. Endi ikkinchi savolingizga yana ham chuqurroq kiradigan bo'lsak, qay darajada sizga moliyaviy foyda olib keldi? Xo'p, bilasizmi, oldingi dasturlarda har bitta, masalan, bitta dorixonada 3 ta yo 4 ta kassa bo'ladigan bo'lsa, har bitta kassaga alohida printer va har bitta kassa uchun alohida virtual modul qo'yilishi kerak edi oldingi boshqa dasturlarda. Men oldingi ishlatgan dasturlarimda. Oson aptekada esa 20 ta kassangiz bo'lsa ham, bitta dona virtual modul orqali o'sha mijozga, demak, xarid chekini chiqarib berish mumkin. Bitta dona virtual modul orqali va bitta dona printer orqali. O'sha 5 ta kassami, 10 ta kassami, har bir kassaga alohida emas, bitta dona printer bemalol xizmat qila oladi. Bu esa oson apteka dasturini texnik jihatdan naqadar yuksak ishlanganligini ko'rsatadi. Oldingi dasturlarda kassada o'sha har bir kassada aytgandek printerlar, kabellar o'z navbatida. Oson apteka dasturiga o'tgandan keyin bir dona printer xarid qildim va bir dona virtual modulga oyiga 150 ming, 110 ming abonent to'lovi to'layman. Oldin esa har bitta kassa uchun abonent to'lovi to'lardim virtual modul uchun. Bu o'zingiz yaqqol ko'rishingiz mumkin. Bundan ham juda katta menga moliyaviy tomonlama yordam bo'ldi desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Farhod aka, xodimlaringiz oldingi ishlatgan dasturlaringiz hamda oson apteka haqidagi fikrlari qanday? Qaysi tizimda ishlash ular uchun qulay? Xo'p, oldingi dasturlarda buni hamma biladi, hech kimga sir emas. Biron bir tovarni
yaratish uchun kartochka sozdat qilinadi, ya'ni yaratiladi kartochka. O'sha bir mahsulotni, biron bir dori vositasini kartochkasi qo'lda, ya'ni o'sha farmatsevtni o'zi yaratardi. Ya'ni uni IPQ kodisini topish, o'lchov birligini qo'yish, qadoq, shakl, doza, dorining nomi. Bilasizmi, bu o'z navbatida boshqa dasturlarda hamma apteka o'zini farmatsevtik bilimidan, farmatsevtik nuqtai nazardan kelib kartochka yaratardi va bu narsa hammada bitta dastur bo'lsa ham, lekin hammada o'sha dori har xil. Masalan, analgin 2 ml 50% li nomerim 10 bo'lsa birovda, boshqasida esa analgin 50% li nomerim 10 2 ml. Ko'ryapsizlar? Shakli, dozasi, nomi hammasi har xil joyda joylashgan va qolaversa o'lchov birliklari hozirgi talab doirasida. Bu bilasizmi nima? O'z navbatida o'sha mahsulotni realizatsiya qilganda soliq qonunchiligiga nomuvofiq yaratilgan kartochka bu moliyaviy jarima olib keladi dorixonaga. Ko'proq oldin xodimlarim mana shu narsadan shikoyat qilardi. Oson aptekaga o'tganimizdan keyin men bitta narsaga eng meni hayron qoldirgan ikkinchi jihati, birinchisi onlayn ekanligi bo'lsa, ikkinchisi tovarni dori O'zbekiston Respublikasidagi dorilar, mavjud dorilarning bazasini Oson apteka jamoasi o'zi shakllantirgan. Ya'ni baza dorini, o'sha dorilarning bazasi faqat ular tomonidan malakali farmatsevt yaratgan kartochkani avtomatik tarzda serverda turadi bu ma'lumot va dorixonalar faqat o'sha dorini kirim qilish jarayonida shtrixini tutsa, u dori tayyor chiqib keladi. Farmatsevt esa faqat sonini kirgizadi va narxini. Demoqchimanki, tovarni kartochkasi, o'lchov birligi, unga qo'yilgan, demak, kartochkaga qo'yilgan talablar umuman juda ham to'g'ri, aniq qilib va bitta spravочник qilib yaratib qo'yilgan Oson apteka dasturini o'sha jamoasi tarafidan. Bu respublikada masalan hamma apteka, Oson aptekadagi hammasiga bitta baza amal qiladi. Hammada har xil chiqmaydi shunda-da. Mana shu narsadan ko'p bizga moliyaviy jarimalar bo'lgan oldingi dasturlarda. Hozir esa unday emas. Hammasi yuksak mahorat bilan, bilim, ilm bilan yaratilgan kartochka, o'lchov birligi, hamma narsasi to'g'ri. Bu esa soliq qonunchiligiga hech qanday bir nima deydi, o'zgarish olib kelmaydi yoki bizga o'sha chekni realizatsiya qilganda, demak, noto'g'ri realizatsiya bo'lmaydi. O'z navbatida bu qaysidir ma'noda moliyaviy jarimalardan bizni saqlab qoladi. Farhod aka, Oson apteka korxonasi bilan qariyb 4 yildan beri birga ishlab kelmoqdasiz va kelajakda o'z faoliyatingizni Oson apteka bilan ko'ra olasizmi? Albatta, hozirgi kunda meni talablarim darajasidagi eng optimal, eng mukammal dastur. Meni bilasizmi? Meni O'zbekistonni farmatsevtika faoliyati bilan shug'ullanadigan sohani jonkuyarlari meni farmatsevtik muammolarni va ularni yechimini shaffof aytishim, shaffof olib chiqishim bilan yaxshi tanishadi. Ko'pchilik taniydi shu soha vakillari. Men doim ochig'ini gapiraman, sababi texnikadan, boyagi yangiliklardan orqada qolayotgan dorixona egalari uchun foydali ma'lumot bo'lish uchun doim ochig'ini va realniy bo'lgan ma'lumotni beraman. Nima demoqchiman? Programma, dastur, Oson apteka dasturi kelajakda ko'ra olasizmi deb savol beryapsiz. Albatta, hozirgi kundagi barcha meni talablarimga mos bo'lgan dastur. Kelgusida ham rivojlanish har doim bor. Har doim obnovleniyadan keyin, yangilanishdan keyin yangi funksiyalar, hattoki men kutmagan funksiyalar. Bilasizmi, eng menga foyda keltirgan tarafi desam qo'pol bo'lsa ham, bitta funksiya joriy qilindi. 1-apreldan dorilarni referent narxga kalibratsiya qilish, ya'ni tushirish demak qonunchilikda belgilandi va bizga 3 oy oldin Oson apteka jamoasi shunday funksiya joriy qildi. Dorixonamda turgan va referent narxi tushishi kerak bo'lgan dorilarning soni, nechtaligi va men qancha agar o'sha referent narxni demak tezroq sotmasam o'sha 1-aprelgacha qancha zarar ko'rishim mumkinligi to'g'risidagi funksiyani joriy qildi 3 oy oldin. Jamoamiz bilan, shogirdlar bilan birgalikda dorixonamizda kelgusi 3 oydan keyin dorilarning narxi tushib ketadigan dorilarning narxi,
ularni pozitsiyalari aniqlab, o'sha muddat kelguncha tezroq bu ostatkalarni, ya'ni bu qoldiqlarni realizatsiya qilish ustida bosh qotirdik va o'sha belgilangan muddatgacha biz umuman mana shu hech qanday talofatlarsiz o'sha funksiya menga qo'pol qilib aytganda 31 million so'mlik foyda olib keldi desam adashmagan bo'laman. Albatta kichkinagina funksiya, lekin aptekada kelgusidagi katta xavfni oldindan bartaraf qilib berdi. Bu yana qanday kelajakda bu dasturdan foydalanmaslikka yana qanday to'siqlar bo'lishi mumkin? Albatta bu narsa esa o'z navbatida dasturni kelgusidagi rivojlanishini oldindan bemalol ko'rsatib beradigan holat deb baholadim men to'g'risi. Qolaversa, oson price tizimi. Bu endi alohida juda katta mavzu, bunga vaqtimiz yetmaydi. Umumiy gapiradigan bo'lsam, bu oson price dasturi meni eng birinchi navbatda vaqtimni tejaydi. Oldinlari offline dasturlarda, ya'ni bron qiladigan dasturlarda zagruzka qilish uchun ham 40 daqiqa yoki 1 soat, offline yoki Excel formatida pricelarni yuklash, offline bron qiladigan dasturlar. Oson price esa online har kuni 2 mahal avtomat tarzda, buni biz qilmaymiz, bizni vaqtimizni olmaydi, ya'ni Oson apteka jamoasi O'zbekistondagi har bitta distributorlardan price olib 2 mahal yangilaydi. Bundan ortiq yana qanaqa imkoniyat bo'lishi mumkin dorixona egalariga? Buni chin ko'ngildan men gapiryapman. Men o'zimdan boshimdan o'tkazganlarim, dasturiy ta'minot yo'lida, dorixonani avtomatlashtirish yo'lidagi bosib o'tgan qiyinchiliklarim, yo'llarim, mana shulardan kelib chiqib men gapiryapman. Oson apteka dasturi kelajak bilan hamnafas tarzda, masalan aytaylik, yangi chiqqan nima qonunchilikda o'zgarish bo'lsa, talablar darhol o'sha talablar doirasida yangi funksiya, bundan ortiq nima bo'lishi mumkin kelajakni davom ettirmaslikka dasturiy ta'minot bilan. Men o'ylayman, Oson apteka dasturi bu umuman boshqa hissiyot, boshqacha dastur. Bu albatta tavsiya qilaman. Hali dasturiy ta'minotni, aptekani, dorixonani avtomatlashtirmagan dorixonalar ham hali talaygina. Men tavsiya qilgan bo'lardim bir martaga test variantida ishlatib ko'rishni. Xo'p, Farhod aka, kelajakda farmatsevtika sohasi qanchalik rivojlanadi? Xo'sh, bu umumiy savol. O'zbekistonda farmatsevtika sohasi so'nggi yillarda juda ham tartibga solib qo'yildi desam adashmagan bo'laman. Har xil misol uchun oldinlar kontrabanda, kontrafakt tovarlar, qonunchiligimizdagi o'zgarishlar bu narsalarni mutlaq cheklab tashladi va O'zbekistonda demak noqonuniy sotilayotgan dori vositalariga qonunchilik yo'li bilan yondoshib mutlaq bartaraf qilib tashladi desam mubolag'a qilmagan bo'laman. Oddiy misol markirovka tizimini joriy qilish. Bu albatta dori, sifatsiz dorini yaqqol ajratib berib ko'rsatib beradigan tizim. Buni endi hali ko'pchilik dorixonalar murakkab jarayon deb qabul qilishyapti, lekin bu narsani, bu qonunchilikni, bu tizimni yaratilishni asli zamirida sog'lom turmush tarzi, sog'lom raqobat va farmatsevtika faoliyatini izchil qilish, tubdan izchil qilib tartibga solish demak nazariyasi yotadi. Men o'ylaymanki, dorixonalar faoliyati mana shu zaylda davom etadigan bo'lsa, albatta O'zbekistonda farmatsevtika faoliyati rivojlanadi, gullab yashnaydi va eng muhimi tartibga solinadi. Mening fikrim shu. Farhod aka, samimiy suhbatingiz uchun kattakon rahmat. Farmatsevtika sohasidagi faoliyatingizga rivoj tilaymiz. Rahmat kattakon. Sog' bo'linglar. Rahmat.